Bo'pti, bu videoda endi sizlar bilan salomlashaman. Hammalarga salom berdim, lekin bo'pti mayli. Xullas, bu videoda Sefer haqida. Seferda bilasizlar, to'rtta section bor, o'zingizlar bilasizlar. Hozir bunda biz writingni darsini qilamiz, ya'ni task 1ni. Writing ikki turga bo'linadi. Bilasizlar, writing task 1, task 2. Bunisida task 1ida 6 ta turi bor ekan. O'sha task 1 6 ta turini bir hafta ichida har kuni bittadan dars qilib tugatib olamiz. Bir hafta ichida writing task 1 tugaydi. Keyingi hafta writing task 2 tugaydi. 2 haftada writing общий yopiladi. Bitta section, ya'ni 3 ta qoladi. Reading, listening, speaking qoladi. Writing qiyinroqligi uchun, qiyinroq emas, ko'pchilik katta ball ola olmaydi. Shuning uchun birinchi tugatib olsa ham bo'laveradi writing. Muammo emas writing. Bizda 6 ta turi bor ekan, ya'ni complaint, shikoyat xati. Nimadir shikoyat qilib yozasiz. Hammasini tushuntirib o'taman hozir. Request, ya'ni talab xati, apology, application, invitation, thank you, rahmatnoma xati. Plus birinchi kun biz complaint letter haqida o'tamiz, ya'ni shikoyat haqini tushuntiraman, chunki shu shikoyat xati ko'p tushayotganligi uchun shu statistikani eshitdim, o'shaning uchun shu tartibni joylashtirdim. Shu ko'proq tushish ehtimollariga qarab joylashtirdim. Birinchi kunni boshlaymiz. Bu kech qismi edi darsimiz, ya'ni bu day 1, ya'ni bu videoda day 1da shu bo'ladi, keyin ertaga bu, indinga bu va hokazo. Endi mana birinchi kunimiz complaint letter haqida darsimiz bo'ladi. Bizga mana hozir topic berilgan, mana complaint letterga asoslanib, mana you recently had your computer fixed at a local computer service, however you are not pleased with the service you received. Aytyapti, shu kompyuteringizni qayerdadir tuzatdingiz, qayerda do'kondadir, ammo siz bundan qoniqmadingiz. Sizga ko'rsatgan servisidan, ko'rsatgan ishidan qoniqmadingiz deyapti. Shu haqida letter yozib bering deyapti. Store managerga, do'konni boshlig'iga yozib bering deyapti. Yana bulari shart emas, asosiysi 150 ta so'z, juda muhim emas. Bizda shablon bor, hech qanaqa muammosi tushuntirib o'tirishlar kerak emas. Agar to the store manager deb turib agar ismini bersa, mana degan dear yoki masalan Mr yoki Miss deb ismini yozib ketamiz. Yoki ismini bermasa Sir Madam deymiz. Ikkalasi xuddi shuni yozamiz. Endi ikkinchisida nimaga yozayotganimizni nima qilib beramiz? Muammoni tasvirlab beramiz. Misol uchun, I'm writing to express my dissatisfaction with muammo mahsuloti nomini aytib beramiz. Ya'ni tushuntirib beramiz muammomizni. Hozir bu shablon prosta hozir oxirrog'ida, ya'ni bundan keyingi pejda qanday yozilganligini ko'rsatib o'taman. Siz prosta misol uchun mana o'sha shablonni tashlab beraman. Hozir videodan keyin videoni tagida tashlab beraman va yozilgan esseni tashlab beraman. O'sha prosta sizga boshqacharoq topik beriladi. O'sha topikka shablonga qo'yib prosta misol uchun bunda kompyuter dedimi? Ana kompyuter dedimi? Endi sizga misol uchun telefon tushib qolishi mumkin yoki qanaqadir suviner va qanaqadir boshqa narsa tushib qolishi mumkin. O'shani o'rniga, kompyuter degan so'z o'rniga o'sha suvenermi, telefonmi, boshqa mahsulot nomini kiritib qo'yasiz, bo'ldi. Shablonga o'sha qo'yib qo'yasiz. Keyin misol uchun bitta joylar o'zgaradi. Misol uchun muammoni tasvirlayotganingizda, misol uchun zaryad olmayapti yoki boshqa muammo bo'lyapti desangiz, boshqa narsa berilsa, ya'ni misol uchun kompyuterda zaryad olmayotgan degan muammoni bersangiz, misol uchun telefonda boshqa muammoni berishingiz mumkin. Misol uchun yoki boshqaroq mahsulot bo'lsa, o'sha mahsulotga tegishli bo'lgan muammoni aytib berasiz, bo'ldi. Xo'p, keyingisi firstly deysizda muammo haqida tushuntirib berasiz. Qachon sodir bo'ldi, nima noto'g'ri bo'ldi, zaryad olmayaptimi, uni qachon sotib olasiz, shunaqa. Ikkinchi deb turib, qanday muammo tug'dirdi, ya'ni noqulaylik, zarar, umidsizlik va hokazo. O'zi hozir shunda tushunib olasiz.
hozir essayda o'zini ko'rib olib, mana sizga qanday muammo tug'ildi, qanday muammo olib keldi. Misol uchun siz ish uchun kompyuter sotib oldingiz, lekin kompyuter ishlamayapti. 2 kundan beri ishingizni davom ettira olmayapsiz. Shu muammoni sizga olib keldi. Shu. Endi ya'ni 5-qadamimiz I would appreciate it if you could. Siz nima kutyapsiz? Ya'ni menejerdan, o'sha store menejerdan nima kutyapsiz? Men qadrlagan bo'lardim agar siz nimadir qilsangiz yoki pulni qaytib bering yoki servislar bo'lsa kompyuterimni to'g'rilab bering yoki boshqasiga alishtirib bering. Xuddi shunaqa. Pulni qaytarish, tuzatish, kechirim so'rash va hokazo. Shularni ko'rib turibsiz mana. I hope this issue can be resolved promptly yoki quickly, tez orada hal bo'ladi degan umiddaman deysiz. 6-qadamimiz va 7-qadamimizda yours faithfully deysiz. Xuddi shu yozib turib, belgi qo'yib turib, makka ismingizni yozib qo'yasiz. Anaqani ichiga olib qo'ydim. Ya'ni o'z ismingizni o'zgartirasiz shu yerda yani. Xo'p, shablonimiz menimcha yomon emas, zo'r chiqdi. Endi xuddi mana birinchi kunimiz complain letter uchun shablon va bu yerda essay bor. Bu essayimiz hozir 100 nechta ham so'z bo'lgan. 100 bitta so'z ekan. 101 words. Hop, buni nima qilib qo'ysak bo'ladi? Hop, mana shablonimizga qo'yamiz hozir. Menimcha kichikroq qilib. Bo'pti, mayli. Bu bizni birinchi qadamimiz. Bu ikkinchisi bo'ldi. Va bu uchinchisi. Beshinchi qadamimiz, oltinchisi. Menimcha nechta qadam bor? 7 ta qadam bo'lmadi. Bizda nimalar qolib ketmadimi? Hop, muammoni tushuntirdik. Like the refund. Hozir tekshirib ko'raylik. Qayerda qolib ketmadimi? Kichikroq qilsa ko'rinardi. I'm writing express dissatisfaction with both telefon haqida aytdik. Hope this made me tushuntiring. Qachon sodir bo'ldi? Wanted and need phone for I could not call a message 2 days. Tushundim. Bu ikkalasi bitta qilib olibdi. Bitta qilingan shakl ekan. Mana bu 3 bilan 4 manet ekan. 3 bilan 4 mash ekan. Yoki siz ikkalasini ham bo'lib yozsangiz bo'laradi. Shunchaki ikkalasini bitta badiga qilib qo'ygan. Siz shularni bo'lib yozsangiz bo'laveradi. Demak, ko'zi og'rib ketdimi, kompyuter tinoyi. Hop. Bo'ldi mana. I'm writing to complain about mobile phone I bought from your shop last week. When I opened the box, I turned it on the phone and screen was black and it did not work at all. I tried charging it and restarting it, but nothing helped. Ani muammo haqida tushuntiryapti hozir mana bu yerda. I'm writing express my dissatisfaction with muammo. Ya'ni with the problem. This made me disappointed. Ana bu yerda qachon sodir bo'ldi deganini, misol uchun last week menga aytdilar, qaysi nima demoqchiman. Shu narsalar kirish kerak. Hozir buni qachon sodir bo'ldi yoki nima to'g'ri bo'ldi deganini, buni bu 2 bilan 3 ni birga qilib olgan ekan. Endi tushundim. Mana 2 bilan 3 2 ni o'zida ekan. Shunday desak bo'laradi mana. 2 va 3 ekan bu. 4 bo'ladi endi. 5 6 7. Madalashib ketmasligi uchun shu 2 bilan 3 da bitta badiga yozgan ekan bu essayimizda. Siz hozir bu yerda bu xuddi shu tartibda yozilgan mana. Shu berilgan tartibda.
Ana bu muammo to'g'ri nima muammo tug'dirdi deganiga misol uchun mana disappointed deyapti. Men ish uchun telefon kerak edi deyapti. Shu muammo bo'ldi deyapti. Men uni kimgadir telefon qila olmadim, kimgadir SMS yoza olmadim. Shu muammo bo'ldi menga deyapti. Endi I would like to ask for a full refund, ya'ni pulimni qaytarib ber yoki mahsulotni iloji boricha tezroq qaytar, yangisiga almashtirib ber deyapti. Ya'ni mana bu yerda aytdiki, I would appreciate if you could. Siz nima xohlayapsiz? Sizdan nima kutilyapti? Ya'ni pulni qaytarishmi, misol uchun aytdi, pulni qaytar deyapti yoki alishtirib ber mahsulotni deyapti. Mana tuzatish, kechirim so'rash va hokazo. Shu yerda siz xohlaganingizni aytasiz. Misol uchun pulni qaytarib ber deysiz mumkin yoki kechirim so'rashing shart menda, shuni xohlayman deysiz mumkin. Pulni qaytarib ber deysiz mumkin. Bu endi 6-qadamimiz. I hope you can fix this problem quickly. You can fix this problem yoki this issue yoki this problem can be solved. Kelasi bir xil ma'no. Prosta bu yerda aktivga bu yerda majhul shunaqa bo'ladi. Passive voice bor, shunaqa adashmasam. Passive voice. Endi you're faithfully like ismni yozib beradi. Bu bitta ismni yozib qo'ysangiz bo'laveradi. Bu 100 bitta so'z bo'libdi, lekin bizga 150 ta so'z bo'lishi kerak. Shu yerda siz mana bularni sal kuchliroq qilishingiz mumkin. Ya'ni misol uchun qo'shimcha kiritsangiz bo'ladi. Faqat xuddi shunaqa tartibda emas, faqat ko'proq linki wordlar yoki boshqachalar bilan qo'shib kelsangiz bo'ladi yoki mana tushuntirayotganda, muammoni tushuntirayotganda chuqurroq tushuntirib berishingiz mumkin muammoni yoki sizga qanday muammo tug'dirganini chuqurroq tushuntirib berishingiz mumkin. Misol uchun juda yomon bu meni disappointed qildi, chunki men ishim uchun kerak edi u fon. Men kimga telefon qila olmadim. Natijada muhim narsalar qolib ketdi. Xullas shunga o'xshagan chuqurroq tushuntirib bersangiz bo'ladi. Keyin bunisida men sendan xohlardimki pulimni qaytarib ber yoki mahsulotni almashtirib ber. Bu complain qilyapsiz, ya'ni shikoyat qilyapsiz. Store managerga shikoyat qilyapsiz bu haqida. Bo'ldi, shu asosiy narsa shu. Hozir buni biz aniq qilib qo'yamiz. PDF qilib qo'yaman. Birinchi kunni birinchi darsligi